varoq bo'lib chiqadigan, og'zingizda qasir-qusir qiladigan qatlamali patir tayyorlaymiz. 2 stakan sut, yarim stakan kefir, 1 osh qoshiq tuz, yarim choy qoshiq razitli va 5 stakan unni solib, o'rtacha qattiqlikdagi mayingina, yumshoqqina xamirni tayyorlab, yaxshilab ishlov bergach, 8 ta bo'lakka bo'lamiz. Ustini yopib tindirishga qo'yamiz. Bu orada 82% qatlama uchun mo'ljallangan margarinni yaxshilab eritib olamiz. Tinib olgan xamirlarni to'rttasini ketma-ketlikda yoyib olamiz. Har bir xamir orasiga 2 osh qoshiqdan margarinni surtib, 4 qavatdan xamirlarni tayyorlab olamiz. Shunda 8 ta xamirimizdan bizda 2 ta zuvala patir tayyor bo'ladi. Xamirlarni oldin rulet, so'ngra konfet ko'rinishida olafanga yopib, 1-2 soatga kamida xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Eng yaxshisi kechasiga xamirlarni tayyor qilib qo'ysangiz, ertalabga qaynonalaringiz pishib chiqadi. Ustiga bo'lsa, bitta tuxum sarig'iga 1 osh qoshiq sut aralashtirib suramiz. Vilkadan chakish o'rnida foydalanib, ustiga sedana sepamiz va 200 gradus duxovkada ustilari qizarib pishguncha qoldiramiz. Retsep yoqqan bo'lsa, video ostida like bosib, yaqinlarga yuborib qo'ying. Azizam, yoqimli ishtaha